Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Yaxshimisizlar? Mana bugun 2025-yil 5-dekabr Namangan shahar Yangi hayotda Orzu kottejda boshlagan ishimiz yakuniga yetdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerga 1 metr zakotovishni stolimiz bo'ldi. Yoniga 4 komfortli gaz kiradigan duxovkali kiradigonidan bo'ldi. 22 talik qozonimiz bo'ldi. Mangalimiz mana bejirim shakli ham boshqacha. 22 talik 80 litrli qozonimiz, 22 talik tandirimiz bo'ldi. Savat qo'ygani, idish yuganda qo'yadigan joy bo'ldi. Mo'ykamiz bo'ldi. Xudo xolasa kamerasi qo'yat, ekonomishni bo'ldi. O'ylaringni, navaslaringni qoraytirmaydi. Kurslar bu eng full pozitsiyasi bo'ldi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha mana yoqqanmiz. Ko'rsatib o'tasiz. Operator Bismillahirrohmanirrohim. Tortimi. Qozonga o't tegishini ham ko'rsatib qo'ying. Ha, shu o'tinda pashti suvimiz ilib qoldi. Endi qaynadi desa bo'lmaydi. Mana mangalimiz. İçi 1 metrli. Mana 22 taligimiz ham xudo xolasa. Yaxshi. Mana tortimiz shobada bo'ldi, tozgina o'ynatdi. Shobada holatda ham tortimini ko'rsizlar. Qozonga o't tegishini ko'rsatib qo'ying. Otangni onangga beparvoz ko'rsatma degan joyi bor. Ozgina qiladigan ishlarimiz bor. To'shini teramiz. Xudo xolasa yana 15 kunlardan keyin tevasini kazirovni yopishgandan keyin xudo xolasa kelib chiroyli qilib qo'shlargacha bitkazib beramiz. Uni ham bitta obzor qilamiz. Yo'qsa like bosib, obuna qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat.